Blog yuritishdan oldingi qo'rquv. Bu deyarli hamma o'zini sahifasini yuritishi, o'zini tanitishi, kamera oldiga chiqishi, boshlayotgan insonni ichidan o'tadigan savollardan bittasi va bu qo'rquv shaxsan menda ham va katta ehtimol bilan sizda ham bo'ladi va bugungi video aynan shu qo'rquvni yengish uchun bag'ishlanadi. Eng birinchi o'rinda tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa o'zi qo'rquv nima? Qo'rquv qayerdan paydo bo'ladi va buni qanaqa yengish mumkin degan narsaga keyin o'tamiz. Qo'rquv o'zi bu nima? Qo'rquv bu insondagi hissiyot va bu hissiyot odamni qaysidir ishni qilishidan orqaga tortadi va buni eng tegidagi narsa bilimsizlik hisoblanadi. Istalgan sohadan, istalgan vaziyatdan kelib chiqqan holda uydagilardan qo'rqilganda ham hozir borganda nima deyman, nima qo'yaman degan savol bo'ladi yoki qaysidir biznes qilishdan oldin ham buni qanaqa realizatsiya qilaman, buni qanaqa qilib olib chiqaman, qanaqa qilib bozorga olib kiraman, o'xshasachi, o'xshamasachi, pulimga kuyib qolsamchi va shunga o'xshash holatlar bo'ladi yoki oddiy misol hammamizning yoshligimizda bo'lgan kim bilandir urushish, talashish va o'sha holatda ham uni qanaqa uraman, nima qilaman, nima deyman degan savollar bizani qo'rqishimizga olib keladi va xuddi shunaqa qo'rquv sizni shaxsiy blogingizni, shaxsiy sahifangizni yuritishdan avval ham paydo bo'ladi va buni birinchi o'rinda sabablarini aynan nimalardan qo'rqayotganingizni tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Va u qo'rquvlaringiz sababini tushungandan keyin bu bo'yicha bilim olishingiz, mana bizani bepul darslarimizdan foydalanib ham olishingiz mumkin ancha-muncha narsani va xuddi shu va shunga o'xshash bilimlarni olgandan keyin sizda o'sha qo'rquvlar asta-sekin yo'qolishni boshlaydi va harakatga sekin-sekin уже kirishga boshlaysiz. Buning uchun eng yaxshi tavsiya qog'oz bilan ruchkani olib turib, shaxsiy blogingizni yuritishda nimalardan qo'rqyapman? Aytaylik, men qanaqa qilib video yasashni bilmayman yoki men storiesda yuzim bilan chiqib gapirishni yomon ko'raman yoki unaqa gapira olmayman. O'zimdan o'zim uyalaman. Meni ovozim xunuvga o'xshaydi yoki men qolganlardan xunuvroqga o'xshayman yoki men o'zimdan uyalaman yoki men aytaylik heytlardan qo'rqaman yoki men kamerani oldiga chiqadigan bo'lsam hayajonlanib qolaman yoki men yana nimadir yana xuddi shunaqa o'zingizni aynan nima sizni orqaga tortayotganidan va aynan nima sizni qo'rqitayotganini tushunib olishingiz va iloji boricha o'shani yozib olishingiz va har bitta yozgan qo'rquvingizga alohida kirishishingiz tavsiya qilinadi. Undan keyin bo'lsa, o'sha yozganlaringiz qanchalik darajada o'rinliligini va sizni qo'rquvlaringizga qanchalik darajada shu narsalar arzishini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, kamera oldidagi qo'rquvni kameradan xullas qo'rqaman. Shuncha odam gapiryapti-ku. Nimasi qo'rqinchli va buni ham qanaqadir yo'li bordir, prosta shuni o'rgansam bo'ldi degan savol. Heyterlardan qo'rqaman. Heyterlar kimda yo'q? Hammada bor heyterlar. Menda ham bor. Hammamiz tanigan Mujonik Ishmuhammedovda ham bor. Hammamiz tanigan Murod aka Nazarovda ham bor. Qanaqa yaxshi insonlar, qanaqa odamlarga foydasi tegishini xohlaydigan insonlar. Deyarli hammada heyter bor va bu narsa sizda ham bo'lishi tabiiy hol va buni qabul qilish kerak. Agar urush berayotgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar, ozgina berilib ketyapman. O'zimni ham bir xillar jahlim chiqib ketib qoladi mana shu heyterlardan. O'shaning uchun aytib bermaysizlar. Va shunga o'xshash savollarni berish orqali o'zingizni qo'rquvlaringizni ustida ish olib borasiz. Ya'ni kameradan qo'rqsam ham bunaqa qilaman, video montaj qilishni bilmasam ham bunaqa qilsam bo'ladi, ya'ni video montaj qilishni o'rganish mumkin-ku yoki storiesga chiqishdan qo'rqadigan bo'lsam, buni nimasi qo'rqinchli? Yokida yuzimni bekitib chiqaman, yokida yuzimni qo'ymayman. Itagdali shunga o'xshash narsalar bilan o'zingizni qo'rquvlaringizga bitta-bitta to'xtalib, ularga yechim berib chiqadigan bo'lsangiz, bu holatingiz ancha-muncha yengillashishiga ishonchim komil. Keyin yana bitta narsa, aslida to'g'ri yo'ldamisiz degan savolni ham o'zingizga bering. Agar siz o'zingiz shaxsiy brendingizni yuritish, rivojlantirish orqali odamlarni aldamoqchi bo'lsangiz, ularni yomon yo'lga boshlamoqchi bo'lsangiz yokida ularni qimorga, zinoga, itagdali shunga o'xshash ishlarga targ'ibot qilmoqchi bo'lsangiz, lishba siz qo'rqqaningiz yaxshiroq va bu ish bilan shug'ullanmaganingiz yaxshiroq. Bu bilan siz hozir kam sonli odamlar sizni yomon ko'rishini his qiladigan bo'lsangiz, bu ishlar bilan shug'ullanish boshlaganingizdan keyin bu odamlarning soni yuzlab, minglab, 10 minglab, balki 100 minglabga yetishi mumkin va bu sizga ancha-muncha nagruska beradi va siz bu ish bilan shug'ullanmaganingiz, bunaqa holatda, bunaqa taqdirda, bunaqa vaziyatda shaxsiy brendingizni qurmaganingizni tavsiya qilaman va iloji bo'lsa bu ishlaringizni qilmaslikni ham tavsiya qilaman.
Undan keyingi masala shaxsiy brendni o'zi umuman shaxsiy blogga yuritishni boshlayotganda odamda katta motivatsiya bo'ladi-da. Ya'ni boshlanishida men hozir video chiqaraman, 10 minglab, 100 minglab odamlar ko'radi, bir oyda 100 mingta obunachiga olaman yoki yetakdalik shunga o'xshagan katta motivatsiya bilan kirishilinadi. Men hayotim o'zgarib ketadi, men unaqa bo'ladi, men bunaqa bo'ladi deyiladi va o'ylanayotgan rejalar, maqsadlar, harakatlar boshidagi qaysidir tajribasizlik tufayli unaqa holat bo'lmaydi va sizda motivatsiya tushish holati bo'ladi va bu sizni blog yuritishdan уже orqaga qaytishingizga olib keladigan yana bir holatlardan bittasi hisoblanadi va imkon qadar tavsiya qilardimki, boshlanishiga juda katta maqsad, juda katta natijani ko'zlamasdan shunchaki qani menda o'xshaymikin yoki yo'q, odamlar meni qanaqa qabul qilarkan, yaxshi qabul qilarmikin yoki yo'q degan maqsad bilan agar ijtimoiy tarmoqlarga, Instagramga kiradigan bo'lsangiz va samimiy o'zingizni blogingizni yuritadigan bo'lsangiz va u yoqdan katta natijani kutmagan holatda ishlaringizni amalga oshiradigan bo'lsangiz, rezultati ham, boshqasi ham уже sizni qoniqtirmaslik holatiga olib kelmaydi va bu motivatsiyangizni tez o'lib qolmasligiga sababchi bo'ladi. Keyin 100 ming obunachi, 150 ming obunachi, balki million obunachi, million ko'rishli soniga ega bo'lgan videolar, odamlar sizni yaxshi ko'rishi, sizni ijtimoiy tarmoqlarda mashhurligingizni, umuman bu jarayonni qiyin deb hisoblashni miyangizdan chiqarib tashlang. Shuncha inson qilyapti-yu. Men tanigan millionlab pul topadigan, hattoki BMW, Merz mashinalarini haydab yuradigan insonlarni shunchaki oddiy kundalik qiladigan ishi qo'lidagi telefoni orqali kontent tayyorlab Instagramga joylash va shuni orqasidan o'zligisini o'sha hozirgi qilinayotgan ishlari, bizneslari, mashinalari, xullas turmush tarzini, hayot tarzini yaxshilashga erishishyapti va buni hammasiga telefonni o'zini ichidagi montaj programmalarida hech qanaqa professional kamera, professional chiroq, professional ovoz, professional montaj hech narsa yo'q va xuddi qo'lini o'zidagi telefon bilan hayotida xuddi shunaqa o'zgarishlarni, turmush tarzini yaxshilashlarga erishilyapti va bu imkoniyat har birimizda bor. Aynan shu videoni ko'rayotgan insonlarda ham. Va xudo xolisa bizni tez orada tayyorlayotgan kursimizda aynan telefoningizni o'zi bilan qanaqa qilib kontent tayyorlash, uni qanaqa qilib obработка qilish va Instagramda qanaqa qilib mashhurlikka erishish bo'yicha hamma kerakli ma'lumotlarni chiqarishga va'da beramiz. Kuzatib borsanglar, xudo xolisa hammasidan xabardor bo'lasizlar. Agar hozir sanab o'tganlarim ham sizni blog yuritishdagi qo'rquvingizni yengishga yordam bermasa, juda katta ehtimol bilan yordam beradi. Qaysidir 1 yoki 2 yoki 3% odamda yordam bermasligi mumkin. Agar sizda xuddi shu insonlardan bittasi bo'ladigan bo'lsangiz, tavsiya qilardimki, maqsadlaringizni eslang. O'zi nima qilmoqchi edingiz? Nima uchun harakat qilyapsiz? Hayotda maqsadingiz nima? Nimalarga erishmoqchisiz? Oilangizga qanaqa sharoit qilib bermoqchisiz? Farzandlaringizga qanaqa sharoit qilib bermoqchisiz? O'zingiz qanaqa sharoitda yashamoqchisiz? O'zi siz nimalarga munosibsiz? Turmush tarzingizni qanaqa bo'lishini xohlardingiz? Hozirgi yashayotgan uyingizda qolishmi yoki qanaqadir kengroq, kattaroq, markazroqdan uy olishni, yaxshiroq mashinada yurishni, ko'proq insonga yaxshilik qilishni, ko'proq inson ish bilan ta'minlashni, oilangizga yaxshi sharoit qilib berishni, farzandlaringizni yaxshi maktabda o'qitishni, yaxshi mashinada yurishni va shunga o'xshash har xil hammani o'zini hayotidan maqsadi bo'ladi va xuddi shu maqsadlaringizni eslang va shu maqsadlarimga yurish uchun nima qilyapman? Hech bo'lmaganda qo'limdagi telefondan foydalangan holda o'zimni blogimni yuritish orqali mana shu narsalarga erishish imkoniyati bor ekan. Nega buni o'zimni hayotimda sinab ko'rmasligim kerak? Odamlar nima qilsam, qilmasam gapirishadi. Agar shuni qilganim bilan gapirishganida, xuddi shuni qilmaganimda gapirishmasa, hayotimda faqat gap o'zgaradi. Boshqa hech narsa emas. Agar buni qiladigan bo'lsam, turmush tarzim o'zgarishi mumkin va shunga o'xshash yana hayotimda nimalardir kirib kelishi, o'zimda yangi tajribani sinab ko'rishim va shunga o'xshash qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin va bu maqsadlarimga yetishimga qo'limdagi oddiy telefonim menga sababchi bo'lishi mumkin ekan va buni asrordan o'rganar ekanman. Xudo xolasa buni menga o'rgatar ekan va uni videolarini ko'rib, o'rganib, shu narsani hayotimda tatbiq qilib ko'raman degan maqsadlaringizni, umuman rejalaringizni shunga to'g'rilab qo'yadigan bo'lsangiz ham xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Xullas maqsadim buni tushuntirishimdan bor imkoniyatdan foydalanib ko'rishingizni, umuman o'xshasa o'xshamasa bitta harakat qilib ko'rishingizni miyangizga quyib olgan holda agar yo'lga, harakatga
kirishadigan bo'lsangiz, bu yo'ldagi qo'rquvlaringiz ancha-muncha yengillashadi, yo'qoladi va sizni harakatingiz ancha-muncha samarali bo'lishga boshlaydi. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Bu gaplarim kimgadir ta'sir qilgan, kimgadir ta'sir qilmagan, kimdir meni yosh bola o'rnida ko'rgan, kimdir bo'lsa jiddiy qabul qilib, hayotida nimadir qilib ko'rishga уже hozirdan kirishni boshlayapti. Xullas, o'sha gap, shaxsiy brendingizni qurishni bugundan boshlang va sizga bugun bermoqchi bo'lgan, aynan shu video orqali bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Inshaalloh keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Hammaga omad. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni, agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bitta bosib, like ga dirsillatib qo'yishni so'rab qolaman. Rahmat.